Diqqat! O'zgidromet ertaga 4-fevral kuni O'zbekiston hududlarida qanday ob-havo kuzatilishini ma'lum qildi. Yana yomg'ir, qor va sovuqlar bo'ladimi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat! O'zgidromet agentligi 4-fevral kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda qorga aylanishi mumkin. Havo harorati kechasi 05 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo harorati kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo harorati kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Ba'zi joylarga 4-fevral kuni tuman tushadi. Yog'ingarchilik bo'lmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi, faqatgina Qashqadaryo viloyatida kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga esa tuman tushadi. Havo harorati kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metr/sekund tezlikda esadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo harorati kechasi 05 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.